Leksiyimizi başlayımız, davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün çislağ 2028 ayının 10. günü hafta düşenbe. Leksiyalarımızı davamlaştırımız vatandaşım. Endiki mavzumundaq. Tayvan'ın prezidenti Sayyan ve Amerika Qo'shma Shtatlar Sayya Mulozimat ministri bilan ko'rishdi. Amerika Tayvan hamkorligi bo'yicha zo'r bir qadam tashladi. Mavzuli xabar 8 ayning 10 kuni Amerika ovozining Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Taybi Amerika Qo'shma Shtatlar Sayya ministri Alexey Azar haftaning 1 kuni, ya'ni 8 ayning 10 kuni tushdan burun Tayvan prezident mahkamasiga kelib, Tayvanning prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Prezident Tsai Ing-wen tasvirlab, bu qatimqi ko'rishish Amerika Tayvan Sayya hamkorligining eng buyum bir qadami deb ko'rsatdi. Minister Alexey Azar vakilligidagi Amerika Qo'shma Shtatlar ziyorat umidi yakshanba kuni Tayvan Taybiga yetib keldi va haftaning 1 kunidan boshlab 3 kunlik ziyoratini boshlaydi. Haftaning 1 kuni tushdan burun prezident Tsai Ing-wen bilan Amerika Qo'shma Shtatlar Sayya ministri Azar ko'rishganda minister Azar bunday ta'kidladi: "Men bu fursatdan foydalanib Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Trumpning Tayvanga kuchli do'st ekanligini va Tayvanni qo'llaydiganligini yetkazaman." Diqqat vatandosh. Mana bir jumlani sizga yana bir o'qib beraman, anglab yeting, ha? Minister Azar prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishganda bunday ta'kidladi: "Men bu fursatdan foydalanib yoki ziyorat fursatidan foydalanib Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Tayvanga kuchli do'st ekanligini va Tayvanni qo'llaydiganligini yetkazaman." Xalas, sharinglar. Minister Azar bunday ko'rsatdi: "Bu qatim Tayvanda sayya sog'lomligi bo'yicha oldini olishning natijasi butun yer shari bo'yicha o'lgi bo'lishning biridir. Men o'ylayman, bunday muvaffaqiyat Tayvan bu jamiyat bilan Tayvan madaniyatida, uning oshkorligi va ommabopligi, demokratiyaning mohiyati va qimmatining qayerda ekanligini ko'rsatib berdi." Alexey Azar 1979-yildan beri Tayvanni ziyorat qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumat kabinetining yuqori darajalik amaldoridir. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanni tunji qatim ziyorat qilgan Sayya mulozimat ministridir. Bu qatimqi ziyorat Amerika Tayvan o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning halqiliq qanot yoydirilishiga vakillik qildi. Amerikaning Tayvandagi vakolatxonasi axborotida bunday ko'rsatdi: Minister Alexey Azarning tarixiy xarakterli Tayvan ziyorati Amerika Tayvan hamkorlik munosabatini kuchaytirdi. Hamda yuqumloq virusga qarshi turishda Amerika Tayvan hamkorligini ilgari surdi. Amerika Tayvan hamkorligini ilgari surdi. Minister Azar tushdan burungi so'zida bunday ko'rsatdi: "Bu qatimqi ko'rishish Tayvanning tibbiy sog'lomlik va oldini olish natijalari to'g'risida to'xtalish bilan o'tdi. Bu qatimqi ziyoratda Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya ministri Azar Tayvanning yuqumli kasallar markazi qo'mondonlik shtabini ziyorat qilmoqchi bo'ldi. Hamda Tayvan universitetiga borib sayya sog'lomlik ishlari bo'yicha nutq so'zlaydi. Prezident Tsai Ing-wen so'zlagan so'zida bunday ta'kidladi: "Siyosiy omillar salomatlik va kishilik huquqning ustiga chiqib olmasligi lozim.
O mındaq hesapladı. Bu qatam Tayvan'da yuqumluq virusini tizginlash ifodamiz. Tayvanning davlat ishida va va'disi de turibli qalmasdi yana boshqa davlatlarga mo yuqumluq virus qarıştırış jihatda yordam beraydiganligini ko'rsatdi. Tushdan burungi suhbat jarayonida ministr Azari Tayvanning prezidenti Li Denghuining vafotiga alohida motam bildirdi. O mundaq dedi, Li Denghui Tayvan demokratiyasining otisi edi. Shundaqla 20-asr yer shari demokratik dolqinining muhim doiralarining birisi edi. Bu qatamqi ziyoratning fursatida moyillik bilan foydalanib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvandan mamnun ekanligini bildiraman. Shundaqla Tayvanning qanday qilib ikki taraf qadrlaydigan, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari va Tayvan qadrlaydigan demokratik qimmat qarashlaridan foydalanib, tibbiy sayya natijalarini yaratganligini o'rganaman. Bundan birinchi ko'tarib, ministr Azarning Tayvan ziyarati to'g'risida qattiq tadbir qo'llanganligi to'g'risida cho'ng so'zlagan edi. Chunki